Mollar ruchkani ayttirmay yetibdi. Soat millarimiz ham 11:30-20 ishlayman deb kelsam, mana oldin ketishibdi. Ye, usta. Olmaz boka. Ye, usta, dorasini tegdi olay yo'q, nima qilyapsiz? Ko'rinsam, yoshligini ishlayapman-da. Bu nima qilibdi, dorasini yo'qitib tutganligi. Lifehack. Biz yoshlikda o'yin 12 yil oldin mana shunaqa ishlayotganmiz-da. Hali ham esdan chiqmabdi-ya. Bir uxlab turgan qilaveraman kunni. Ayvo. Shekilli. Ha. Kech kirgan, ha. Mana shu ozgina qimirlab ketadi saharligicha. Mana anasini o'rganadisan, kechasi kunduz 24 yil ishlasan o'rganasan. Ha, vallahi. Nima, buni oxirigacha yetkazamiz. Mana o'zim qilaman, o'zim tutaman desam, tekka qush tirnoq ichidagi tektasi bor, aqllilar. Chalg'imaymiz mana. Bulut. Nega sizchilar bosamiz endi onasini ham oxirigacha. Libochasiga aytgan stilda kelin shuni do'razani rasm bo'lsa bo'ldi, tashaydi chiqib keladi. Rasmni %100 shuni o'zi bo'ldi. Bitta laksepamiz bliskilar bilan o'ynattiradi xohlasa. Shunaqa sifatli, yaxshi darvoza, ishonchli ustalarda qildiraman deyurgan. Tanishlaringlar shu videomizni tashlab qo'ysizlar. Boshliq bo'lib ko'chada yangi kiyinib ko'chalarda yurmayman. 15 yil oldin qilgan ishimizni ham shuni ko'zimizni yumib davom etib ketaveramiz. Sog' bo'linglar, charchamani sifatli, yaxshi darvozada bilan tanishlaringlarga shu videolarni tashlab qo'ysizlar. Kech kirganda xudo xolasa ishlar avjida buni. Ishimiz yoqayotganimizni bitta like va kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib qo'ysizlar. Ish sifatiga, materialiga, kачествосiga %100 javob beramiz. Sog' bo'linglar, charchamayman.